Assalomu alaykum, Yandex chaqiruvmiz aka. Chaqirmay o'lay, buncha kech qolding. Aka o'zi Xotirjamashevdan kelyapman, yo'llar rosa probka. Qayerga boramiz o'zi? Prosta yo'lda narigi tarafga o'tamiz xolos. Ye? Yo'lda narigi betdiganmi? Aka shunda o'zida o'tib ko'rmabsiz-da, bo'lmasam? Ko'rmayapsanmi? Qo'limda yukim bor. Ha, qo'lingizda narsa bormidi? Ko'rmay qolibman-da, charchaganman Yandex qilib. Hozir yordam beraman, hozir. Bularni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Akajon, mana shu yukingiz bilan narigi betganmi? Ha, mana shu. Mana, qani? Nima qilganingiz bu? Yukingiz o'tdi, endi o'zingiz o'tsangiz bo'ldi. Eringan senlarni Yandexchi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bluetoothda qo'shiq qo'yib ketsa bo'ladimi? Ya, onasini emsini? Bor ekani, seryozni asab buzmaydigan odamlar ham aka. Endi har xil odam bor-da aka. Ya, ona inamidi hezalaga. Seryozni gapirganiga Botir Qodirovni jim turingini eshitadi deb o'ylabman. Tush-tushga asamni o'zim big'illatib qo'yaman. Ertaga minlarda chiqib o'tirmaylik. Toshkentda bir begimot yigit Malibada bo'g'ib o'ldirildi deb. Biznes chaqirganimdan keyin ochib berishingiz kerak. Sizlar shunaqa O'zbekiston havo yo'llariga, samolyotga bilet olgansizlar. Chiqing. Rahmat. O'rgildim senaqa bizneslarni. Shuncha pul to'laganimizdan keyin suv bermaysizlarmi? Suv bo'lsa suvda, Anjandan chiqayotgan tabiiy mahsulot Raya 6 xil ta'mi bor. Bitta ichib ko'ring shuni. Yandexchi bo'lsanglar ham nima suv ichishni bilasizlar-ya? Mana opa. Yugurib xizmat qilish kerak ekanda bunda. Qani? Bularni ovqatlantirib ham qo'yish kerak ekan. Chunki Kim bu ampammi? Bu taksist. Taksi o'zi olib chiqib qo'yamiz. aka men biznesman. Hozir biznes qilaman. Opa ayting, opa. Emas jon yuragi